Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sayyoralardan biri bo'lgan Yupiter haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu hamma ma'lumot NASA saytidan olingan. Yupiter Quyoshdan 5-sayyora va Quyosh tizimidagi eng katta sayyora bo'lib, boshqa sayyoralarning massasidan 2 barobar katta. Yupiterning muhiti ehtimol biz bilganimizdek hayot uchun qulay emas. Bu sayyoraga xos bo'lgan harorat, bosim va materiallar organizmlarimiz moslasha olmaydigan darajada haddan tashqari va o'zgaruvchan. Radiusi 43440,7 mil. Ya'ni 69911 kilometr bo'lgan Yupiter Yerdan 11 barobar kengroq. Agar Yer uzum kattaligida bo'lganda, Yupiter basketbol to'pi kabi katta bo'lar edi. Yupiter o'rtacha 448 million mil, ya'ni 778 million kilometr masofadan Quyoshdan 5,2 astronomik birlik uzunligida joylashgan. Bitta astronomik millik qisqartirilgan AU Quyoshdan Yergacha bo'lgan masofadir. Bu masofadan Quyosh nuri Quyoshdan Yupitergacha 43 daqiqada yetib boriladi. Yupiter bizning Quyosh tizimimizdagi eng katta va eng qadimiy sayyoradir. NASAning Hubble teleskopini tashqi sayyoralarning kuzatishga 10 yilligini nishonlamoqda. 1989-yil Neptun bilan to'qnashgan NASAning bizning 4 ta ulkan tashqi sayyoramizning birinchi marta yaqindan o'rganishni yakunladi. Va bu galgi sonimiz ham sizlarga albatta yoqadigan umiddaman. Nima qiziq bo'lgan bo'lsa kommentariyada o'z fikringizni va avvalo hammaniga rahmat.